Mana ko'rganingizdek, mashinamiz o'chdi. Bu proyektimizda xavfsiz hudud ham bor. Bu xavfsiz hudud, siz hudud belgilaysiz. Agar mashinangiz o'sha hududdan chiqib ketadigan bo'lsa, 10 sekund beradi va 10 sekunddan keyin mashinangiz o'chib qoladi. Hozir shu funksiyani sizlar bilan test qilib ko'ramiz. Sizlar bilan hozir xavfsiz hududni qanday qilib qo'yish ko'rib chiqamiz. Bu yerda ko'p turgan bo'lsanglar, ikkita halqa bor. Birinchisidan o'tgan bo'lsangiz, ya'ni siz chegaraga yaqinlashib qoldingiz deb xabar keladi va ikkinchisidan o'tadigan bo'lsangiz, mashinani to'xtatib olish uchun sizga 10 sekund vaqt beradi. Shundan keyin mashinamiz o'chadi. Buni hozir bilan test qilib ko'ramiz. Mashina o'chirish yoqdik va zona yaratildi. Bizga hozir xabar kelishi kerak. Xabar keldi. Ya'ni chegaraga yaqinlashyapmiz va ikkinchi chegarani ham bosib o'tdik. Bizga 10 sekund vaqt beryapti. Bu orada biz mashinamizni to'xtatib olishimiz kerak, bo'lmasam yo'lda o'chib qoladi. Mana ko'rganingizdek, mashinamiz o'chdi.